Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 31-may. Toshkent ovoz kanali o'z faoliyatida davom etadi. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Urushdan so'ng temir tersaklarga aylangan texnika Rossiya o'z armiyasining jasadini sotmoqda. Ukrainadagi urush maydonlarida yanchilgan, yonib kul bo'lgan jangga yaroqsiz holga kelgan texnikalar endi kimoshdi savdosiga chiqarilmoqda. Bu Rossiya Mudofaa vazirligining o'z armiyasining qabr toshini ochiqchasiga sotayotganini jonli dalilidir. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina bilan urushda shikastlangan o'nlab harbiy texnikalarni metallom sifatida sotuvga qo'ymoqda. G-Storge portalida Rostov viloyatida joylashgan texnikalarning 3 ta loti paydo bo'ldi. Ularning boshlang'ich narxlari mos ravishda 4,37 million, 4,39 million va 3,2 million rubl etib belgilangan. Sotuvchilar Rossiya Mudofaa vazirligining mulk munosabatlari bo'yicha maxsus hududiy boshqarmasiga qarashli federal davlat byudjeti muassasasi hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarda bu texnikalar qora va rangli metall sifatida tasvirlangan bo'lsa-da, auksionga ilova qilingan suratlarda T80, T72B3, T62 tanklari, BMP va turli modifikatsiyadagi BTRlarni bemalol ajratish mumkin. Bularning barchasi Rostov viloyatining Myanskovskiy tumanidagi Petrovka qishlog'ida joylashgan bo'lib, faqat olib ketish sharti bilan sotilmoqda. Xaridorlar esa majburiy tarzda metallom sotib olish, qayta ishlash va sotish bo'yicha litsenziyaga ega bo'lishlari shart hisoblanadi. Bu esa urushda Rossiya tomoni qanday og'ir yo'qotishlarga uchraganini yana bir bora ochiq ko'rsatmoqda. Orex nomli faqat tasdiqlangan ma'lumotlar asosida hisob yurituvchi kuzatuv saytiga ko'ra, keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon Rossiya 21883 dona harbiy texnikadan ayrilgan. Ulardan 16766 tasi to'liq yo'q qilingan, 895 tasi shikastlangan, 1164 tasi esa tashlab ketilgan va 3058 tasi Ukraina armiyasining qo'liga o'tib ketgan. Bu raqamlar nafaqat Rossiya harbiy strategiyasining samarasizligini, balki texnik jihatdan eskirgan armiyaning frontda qanday ahvolda qolayotganini ham yaqqol ko'rsatmoqda. Dunyo harbiy texnologiyalari sari olg'a siljayotgan bir paytda Rossiya o'z temir tunnalarini pulga aylantirish uchun kimoshdi savdosiga chiqarayotgan bo'lsa, bu siyosiy va strategik mag'lubiyat belgisi sifatida baholanishi mumkin. Fohishalik kasbini tanlagan ayollar oqlov emas, javobgarlik kerak. Turkiyaning Igdir shahrida fohishalik bilan shug'ullanayotgan 107 nafar chet ellik ayol qo'lga olindi. Ulardan 3 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Bu safargi hodisa ham yana bir bor achchiq haqiqatni yuzaga chiqaradi. Ayrim o'zbekistonlik ayollar o'z xohishlari bilan axloqsizlik botqog'iga kirib bormoqda. Turk politsiyasi tomonidan o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida 9 ta ko'ngilochar maskanida yuritilgan nazorat chog'ida issiqlik kameralardan foydalanib noqonuniy faoliyat fosh qilindi. Operatsiya yakunida aniqlanishicha, 78 ayol Erondan, 25 ayol Ozarbayjondan, 3 ayol O'zbekistondan, 1 ayol Qirg'izistondan bo'lgan. Fohishalik ijtimoiy tanazzul natijasi. Bu kabi ayollar ko'pincha jabrlanuvchi emas, balki jinoyatga sherik bo'lgan shaxslardir. Ular bu yo'lni o'zlari tanlaydi, sababi oson pul, hashamatga qiziqish, ijtimoiy mas'uliyatdan qochish, soxta hujjatlar bilan kirib noqonuniy ishlashadi. Yot yurtda yengil yo'l bilan daromad topishga urinib, na o'zlariga, na vataniga hurmat bilan qarashadi. Ularning aksariyatlari aldangan emas, axloqdan yiroq tanlov qilgan. Bu esa butun bir millat sha'niga dog' tushiradi. Qachon jamiyat ularni oqlashdan voz kechadi? Ko'pincha bunday holatlar haqida gap ketganida ayollarni aldashdi, majbur qilishdi degan iboralar bilan oqlashga uriniladi. Ammo bu safargi holatda bu bahonalar ishlamaydi. Turkiyadagi ko'ngilochar maskanlarga o'z ixtiyorlari bilan kirgan, noqonuniy ishlashga rozilik bergan va axloqsizlik bilan shug'ullangan. Shuningdek, operatsiya davomida 11 kishi, shu jumladan erkaklar ham bor, odam savdosi va fohishalik tashkilotchilari sifatida hibsga olingan. 9 nafari sud qarori bilan qamoqqa olingan. Ayollar ham javobgarlikdan qochmasligi kerak. Ayrim ayollar majbur bo'ldim, ishga joy topa olmadim, uyimni boqish kerak edi degan vajlar bilan axloqsizlikni oqlamoqda. Ammo ularning tanlovi butun bir xalqning sha'nini yerga urmoqda. Shunday ekan, har qanday jamiyatda faqat hukumat yoki tizim aybdor emas, fuqaroning o'zi ham axloqiy mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak.
davlat bu ayollarni ortga deportatsiya qiladi, lekin ular qaytib kelgach jamiyat nima qiladi, qanday muomala qiladi va eng muhimi, ularning o'zi bu yo'ldan qaytadimi? Makron: Falastinni tan olish bu ma'naviy burch va siyosiy zarurat. Dunyo larzaga kelmoqda. Parijda pozitsiya aniq. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Falastin davlatini tan olish ma'naviy burch va siyosiy zarurat deb atadi. Unga ko'ra, bu qaror endi ortga qaytmas, tarixiy haqiqatga aylangan. Bu haqida u Singapurdagi matbuot anjumanida qat'iy bayonot berdi. Makron Falastin davlatchiligi tan olinishi uchun qator shartlar bajarilishi lozimligini aytgan bo'lsa-da, uning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, bu yo'l allaqachon ochilgan. Unga ko'ra, Falastin Isroilning yashash va xavfsizlik haqiqatini tan olishi, Hamas harakatining qurolsizlanishi, garovga olinganlar ozod etilishi kabi shartlar diplomatik jarayonning bir qismi bo'lishligi mumkin. Ammo Makronning asosiy urg'usi quyidagida bo'ldi. Agar Isroil yaqin soatlarda G'azo sektoridagi insoniy fojiani to'xtatishga jiddiy yondashmasa, xalqaro hamjamiyat Tel Avivga nisbatan qat'iy choralar ko'rishi kerak bo'ladi. Isroilga ogohlantirish. Endi sukut saqlanmaydi. Makron bayonotida aniq qilib aytildiki, agar Isroil tomoni G'azodagi vaziyatni yumshatish, tinch aholiga yordam ko'rsatish borasida real harakat qilmasa, Yevropa ittifoqi o'z tamoyillari asosida harakat qiladi. Ular inson huquqlariga zid bo'lgan harakatlarga qarshi sanksiyalar joriy etishni ham ko'rib chiqadi. Biz qat'iyroq bo'lishimiz kerak. Bu endi tanlov emas, zaruratdir. Men hali ham Isroil o'z pozitsiyasini o'zgartiradi va insoniy yechim topiladi deb umid qilaman, deya qo'shimcha qildi Fransiya prezidenti. Falastin uchun diplomatik burilish. Parij signal berdi. Bu bayonot xalqaro miqyosda Falastinning diplomatik maqomini tiklash yo'lida keskin burilish bo'lishligi mumkin. Parijdan chiqqan bu signal boshqa Yevropa davlatlarini ham uyg'otishi ehtimoli yuqori. Makronning chiqishi bu boradagi eng keskin va aniq bayonotlardan biri bo'lib, u dunyoni ikki yo'ldan birini tanlashga chaqirmoqda: yo adolat va insonparvarlik yo'li, yo esa sukunat va qon to'kilishini tomosha qilish. Toshkentda Cobalt haydovchisi skuterda ketayotgan 2 kishini urib yuboradi. Joriy yilning 29-may kuni Toshkent shahar Sergeli tumanida Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi skuter boshqarayotgan fuqaro va undagi yo'lovchini urib yuborgan. Bu haqida internet manbasi xabar beradi. Manbaning bildirishicha, haydovchi tez yordam kelganidan so'ng voqea joyidan qochib ketgan. Urib yuborgan odam umuman hol-ahvol so'rab kelmadi. Jabrlanuvchi rus millatiga mansub bo'lganligi uchun u bilan hech kim gaplasha olmayapti, deydi manba. Yil sayin Toshkent ko'chalarini nafaqat qoidabuzarlar, balki insoniylikni unutgan haydovchilar ham ko'payib bormoqda. Voqea joyidan qochib ketish bu nafaqat jinoyat, balki insoniy axloqdan butunlay yiroq harakatdir. Ayniqsa haydovchi jabrlanuvchilarning holidan xabar olmay, ularni tanimagan kabi ketib qolgan bo'lsa, bu haqiqiy axloqiy tubanlikdir. Mazkur holat yuzasidan shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, o'sha kuni soat 5:40larda Sergeli tumani Yangi Sergeli Qipchoq chorrahasida haydovchi Cobalt rusumli avtomashina va skuter mototransport vositasi to'qnashuvi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida skuter haydovchisi va yo'lovchisiga shifokorlar tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu kabi hodisalar afsuski yildan yilga ortib bormoqda. Avtomobil rulini boshqarayotgan shaxslar faqat o'zining emas, boshqalarning ham hayotiga javobgar ekanini unutmoqda. Eng achinarlisi, ba'zi holatlarda jazodan qochayotgan haydovchilar yana yo'llarga qaytmoqda. Bu esa huquq-tartibot organlarining ishiga nisbatan jamoatchilikda ishonchni pasaytiradi. Avvalroq Angren shahrida ota va uning farzandi mast haydovchi tomonidan urib yuborilishi oqibatida vafot etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Har bir haydovchi esda tutishi kerak: rul ortida faqat qoidani emas, insoniylikni ham unutmaslik lozim. Ayni vaqtda sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.